internet tarmog'i kuzatuvchilari. Siz ayni damda Hazoras 24 informatsion dasturini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida men Baxtiyor va Dinara va men Sabina Jumabayeva. Hazoras tuman hokimligi binosida tuman hokimi Ruslan Jumaniyazovning navbatdagi fuqarolar qabuli bo'lib o'tdi. Aholi murojaatlarini joyida o'rganish va ularga tezkor yechim topish maqsadida qabulga tumandagi tegishli tashkilot, korxona rahbarlari ham jalb etildi. Qabul davomida fuqarolar tomonidan tibbiy xizmat ko'rsatish, moddiy yordam ajratish, bandlikni ta'minlash, elektr energiyasi va gaz ta'minoti, ichki yo'llarni sozlash hamda shu kabi masalalarga oid murojaatlar tinglandi. Har bir murojaat atroflicha qabul qilinib, ijrosi muddat talab etadigan masalalar yuzasidan mas'ullarga aniq topshiriq berildi va nazoratga olindi. Qonuniy jihatdan yechim topish imkoni bo'lmagan holatlar bo'yicha esa fuqarolarga amaldagi tartib-qoidalar asosida huquqiy tushuntirishlar berildi. Xususan, Yangibozor mahallasida yashovchi Durumboy Abdullayev, Oqmaydon mahallasida istiqomat qiluvchi Zamira Xo'jayeva hamda O'g'iljon Yusupovlarning murojaatlari atroflicha ko'rib chiqilib, ijobiy hal etildi. Bu haqida fuqarolar shunday deydi. Tuman hokimining qabulina borganman. Yo'l uchun, elektrosviyaz uchun, ichimlik suvlari uchun qilgan murojaatimizni bugun bartaraf qilish uchun zudlik bilan xodimlar kelib murojaatlarni o'rgandilar. Elektrosviyaz kabeli mening to'qimim ustidan o'tib turgan ekan, shuni ham bartaraf etib berdilar. Chunki suv isrof bo'lib yotibdi. Tegishli mutaxassislar kelib shuni bartaraf etib ketdilar. Mening murojaatim hal bo'lganligi sababli o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hokimimiz qabullarni shifr uchun borib edim. Mutaxassislar kelib o'rganishdi. Bizlarga shifr yetirib berib, yordam berdilar uchakimizga. Ming rahmat. Shuni yordam berib turibdilar. 3-iyun kuni Hazoras tumanidagi Iroda Farruxbek fermer xo'jaligi dalalarida tumanda g'alla o'rim yig'imi munosabati bilan ko'rgazmali seminar o'tkazildi. Tadbirda tegishli mas'ul rahbarlar, fermerlar, qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassislari hamda nuroniylar ishtirok etdi. Seminarda tuman hokimi Ruslan Jumaniyazov so'zga chiqib, o'rim yig'im ishlarini uyushqoqlik bilan belgilangan muddatlarda va sifatli tashkil etish masalalariga alohida to'xtaldi. Shuningdek, hosilni nesnobud qilmasdan yig'ib olish, texnikalardan samarali foydalanish hamda xavfsizlik qoidalariga rioya etish yuzasidan tavsiyalar berildi. Joriy yilda tumanda 113 nafar fermer xo'jaligi tomonidan 2600 gektar yer maydoni don ekinlari ekilgan bo'lib, bugungi kunda g'alla o'rim yig'im mavsumiga rasman kirishildi. Fermerlar tomonidan yetishtirilgan hosilni qisqa muddatlarda yig'ib olish uchun barcha zarur choralar ko'rilgan. Mana shu Iroda Farruxbek fermer xo'jaligida 15 yil bo'ldi. Fermer xo'jaligi faoliyat ko'rsatib kelyapmiz. Bugungi kunda fermer xo'jaligimizda 105 gektar bo'lib, shundan 40 hektariga g'alla, 55 hektariga paxta ekilgan. Mana bugun g'alla o'rbiga start berildi. 40 gektar yer maydonidan 100 sentnerdan topshirib, rejani ortiq bilan bajaramiz. Tumandagi 13-sonli bolalar musiqa va san'ati maktabida Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining otaliqqa olingan yoshlar bilan ochiq muloqoti bo'lib o'tdi. Uchrashuvda yoshlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, bandlikni ta'minlash, tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, imtiyozli kredit va subsidiyalardan samarali foydalanish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Shuningdek, huquqbuzarliklarning oldini olish, yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga alohida e'tibor qaratildi. Muloqot davomida har bir yoshning muammolari tinglanib, murojaatlarning aksariyati joyida hal etildi. Muddat talab qiladigan masalalar bo'yicha esa mas'ullar belgilanib, tegishli yo'l xaritasi ishlab chiqilishi nazoratga olindi. Ochiq va konstruktiv ruhda o'tgan mazkur tadbir yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning jamiyatda munosib o'rin egallashiga xizmat qiladi. Shuningdek, rahbar va yoshlar uchrashuvi doirasida Hazoras tumanidagi 13-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida tashkil etilayotgan tadbirda turli sport musobaqalari, ko'rgazmali chiqishlar hamda yoshlarning iqtidor va salohiyatini namoyon etuvchi dasturlar tashkil qilindi. Tadbir ishtirokchilari sport va madaniy ma'rifiy yo'nalishlardagi chiqishlar orqali o'z mahoratini namoyish etib, yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi.
Hazoras tumanida sodir etilgan jinoyat keng jamoatchilik ishtirokida muhokama qilindi. Tumandagi 13-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida Ziyolilar mahallasida sodir etilgan jinoyat yuzasidan muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Unda Hazoras tumani hokimi Ruslan Jumaniyazov, Xorazm viloyati prokurorining birinchi o'rinbosari Sherzod Muhammadov, mahalla fuqarolari hamda mahalla yetkiligi ishtirok etdi. Yig'ilish avvalida viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Sherzod Muhammadov sodir etilgan jinoyat tafsilotlariga to'xtalib, uning kelib chiqish sabablarini tahlil qildi. Muhokama davomida oilalardagi ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish hamda aholi o'rtasida huquqiy targ'ibot ishlarini kuchaytirish zarurligi alohida ta'kidlandi. Shuningdek, tuman hududida huquqbuzarlikning barvaqt oldini olish va shu kabi salbiy holatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha mas'ullarga aniq vazifalar yuklatilib, zarur chora-tadbirlar belgilab berildi. Hazoras tuman hokimi Ruslan Jumaniyazov Karvak mahallasida faoliyat olib borayotgan Mehrli maskan bolalar oromgohida bo'lib, yozgi dam olish mavsumi davomida bolalar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishdi. Tashrif davomida oromgohdagi yashash xonalari, oshxona, tibbiy xizmat ko'rsatish punktlari, sport va madaniy ma'rifiy tadbirlar uchun ajratilgan hududlar ko'zdan kechirildi. Bolalarning xavfsizligi, sog'lom ovqatlanishi hamda bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Tuman hokimi oromgoh faoliyatini yanada takomillashtirish, bolalar uchun qulay va xavfsiz muhitni ta'minlash, tarbiyaviy hamda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar samaradorligini oshirish yuzasidan mas'ullarga tegishli tavsiya va ko'rsatmalar berdi. 4-iyun payshanba kuni Yoshlar kuni munosabati bilan Hazoras tuman hokimi Ruslan Jumaniyazov Karvak mahallasida yoshlar bilan uchrashdi. Uchrashuvda yoshlar, mas'ul tashkilotlar rahbarlari va mutasaddi idoralar vakillari ishtirok etdi. Muloqot davomida yoshlarning bandlik, ta'lim, tadbirkorlik, sport hamda infratuzilmaga oid murojaat va takliflari tinglandi. Tuman hokimi har bir murojaat yuzasidan fikr bildirib, mas'ullarga tegishli topshiriqlar berdi. Ayrim masalalar joyida hal etilgan bo'lsa, qo'shimcha o'rganish talab etuvchi murojaatlar nazoratga olindi. Uchrashuvda yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar, davlat dasturlari va yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ishlar haqida ham so'z yuritildi. Bunday ochiq muloqotlar yoshlarning muammolarini hal etish va ularning jamiyatdagi faolligini oshirishga xizmat qilmoqda. Viloyat kengashi deputati Gulnora Matmuratova Bo'ston mahallasida joylashgan 5-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lib, yosh tarbiyachilar bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida ochiq muloqot tashkil etilib, yosh mutaxassislarning fikr-mulohazalari, takliflari hamda ularni qiynayotgan masalalar tinglandi. Tarbiyachilar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularning kasbiy salohiyatini yanada oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, deputat maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanayotgan jajji bolajonlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishib, ta'lim-tarbiya jarayonining tashkil etilishi, bolalarning mazmunli mashg'ulotlar bilan qamrab olinishi yuzasidan fikr almashdi. Tadbir yakunida ehtiyojmand oilalar farzandlariga sovg'alar ulashilib, ularga bayramona kayfiyat ulashildi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.